katta ehtimol bilan o'zingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin, hissiyotlarga berilib ketishingiz mumkin va bog'liq ravishda o'sha 8-qoida bu umuman olganda emotsiyalarni boshqarishni o'rganish. Xavotir ham bitta emotsiya. Bundan tashqari juda ko'plab emotsiyalar bo'lishi mumkin. G'azab bo'lishi mumkin, aytaylik, nafrat bo'lishi mumkin. Sportchilarda bunday holatlar uchrab turadi. Aytaylik, siz emotsiyalarni olib tashlay olmaysiz. Emotsiyalarni shunday qilib yo'q qilib qo'yishning iloji yo'q. Lekin emotsiyalarni biz boshqarishimiz mumkin, regulirovka qilishimiz mumkin. Qanday qilib? Eng oson, eng samarali qoidasi hamma joyda ishlatiladi. Bu nafas mashqlari. Nafas mashqlarini juda turlari ko'p. Eng oddiy nafas mashqi shunchaki burun bilan nafas olib, og'iz bilan chiqarish va nafas chiqarganda va nafas olganda bir yoki bir necha sekundlik pauzalar. Sekin o'pkamizni to'ldirib nafas olamiz. Bir necha sekund pauza qilamiz va birozdan keyin nafasimizni chiqaramiz. Nafasimizni chiqarganimizdan keyin ham biroz pauza qilamiz. O'shanday vaziyatda nafasimizni kuzatamiz, nafasimizdagi iliqlikka e'tibor beramiz. Tanamizni kuzatib boshlaymiz. Tanamizni qaysi joyida qandaydir noqulayliklar yuzaga kelayotganiga e'tibor beramiz. Shunchaki fokusni, e'tiborni o'zimizga qaratamiz. Va bu nafas mashqi birinchi navbatda mana qanaqa narsada inson o'zini tanasida iroda kuchi bilan o'zi xohlab boshqara oladigan eng asosiy desa ham bo'ladi, ayniqsa sportchilar uchun fiziologik jarayon bu nafas. Biz istasak nafasimizni ushlab turishimiz mumkin, istasak nafasimizni qo'yib yuborishimiz mumkin. Istasak tezroq nafas olishimiz mumkin, istasak sekinroq nafas olishimiz mumkin. Va nafas olish yurak qon tomir tizimi, ya'ni qon aylanish tizimiga bog'liq muayyan ma'noda. Bizni yuragimiz tez urib ketgan vaziyatda qachon bunaqa bo'ladi? Hayajonga, qo'rquvga, xavotirga berilgan paytimiz, o'sha xavotir hujumlari, xurujlari bo'layotgan paytda bizda o'sha yurak juda tez urib ketadi. Va bu holat umumiy tanaga ham ta'sir qilishi mumkin, fikrlash jarayoniga ham ta'sir qilishi mumkin. Uni yurak urishni aytaylik biz qayerdadir o'sha yurak qaysidir klapanini bo'g'ib qo'ya olmaymiz. Lekin nafas mashqlari orqali, nafasimizni me'yorlashtirish orqali biz yurak urish jarayonini ham muayyan ma'noda me'yorlashtirishimiz mumkin. Qachonki o'sha nafas bilan qon aylanish tizimini biz me'yorlashtiradigan bo'lsak, shundagina biz o'zimizni xotirjam, qandaydir halovat holatida o'zimizni aytaylik shu holatga keltira olamiz-da. Agar nafas ham o'lda-jo'lda, kalta, uzun, tez ketyapti, bu yoqda yuragi ham tez urib ketyapti, uni ustiga ko'p holatda o'sha qo'llarimiz terlashi mumkin, qandaydir fiziologik jarayonlar o'z-o'zidan paydo bo'lishi mumkin va biz tanamizni boshqarmasak, emotsiyalarimizni boshqara olmaymiz. Emotsiyalarni boshqarish tanadan boshlanadi. Lekin yana bitta qoida, emotsiyalar yo'q bo'lishini xohlamasligimiz kerak. Emotsiyalar yo'q bo'lishini xohlash o'sha emotsiyalarni yanada kuchayishiga o'ziga xos bir sabab bo'ladi-da. Chunki biz xavotir kuchli bo'lgan payt o'sha xavotirni o'zi yuzaga keltiradigan xavotir ham paydo bo'ladi. Ya'ni emotsiyalar ikkilanadi. U o'zini o'zi ko'payish xususiyatiga ega. Shundan kelib chiqqan holatda biz emotsiyalarni tanamizga ta'sir qilish orqali boshqarishimiz mumkin.